Do'stlar, mana suddan chiqdik. Hozir Muhammad Ali qadrdonimizni ham mana deport urdi, bo'ldi. Endi 1 yil muddat ekan, o'zi 1 yildan 3 yilgacha ekan. Yaxshi insofi bor akalar ko'rib 1 yil muddat ko'rib berdi. Endi Muhammad Ali bilan 1 yil ko'rishmaymiz, lekin oxirgi 10 kun O'zbekistonda yashaydi. Nima deysan Muhammad Ali? Da mana jigarlarni demasak, luboy joyga bo'lganim bo'lsa, Afrikani har doim birgamiz inshaalloh Xudo xolasa. Endi O'zbekiston kunlarimiz endi sabrab yurishim kerak. 10 kundan xohlamayman, chiqib ketishim kerak. Bitta narsa deyman, sizlarni attushi O'zbekistonda hamma jigarlarimiz, kimdir podeshga berdim, Instagram bilan shu mana bu davlatdan umumiy ismdan chiqib ketmaydi. 1 yil inshaalloh Turkiyada yana qaytaman. Inshaalloh Xudo xolasa. Sizlarning duolarni turib turinglar. Vaqtinchalik ajralib turamiz O'zbekiston xalqi bilan deyapti, lekin albatta vaqtida kelasanmi o'zi 1 yildan keyin yo'q ketishmaysan Yevropaga qarab. Hali planim shu yerda. Inshaalloh. Hamma podeshga qilib turgan bolalar, ota-onalaringga rahmat, baraka toping. Da jigarlarni bitta narsa bor, nimaga siqilmayman? Chunki Xo'jaka bilan birgamiz Senegalga. Shu uchun ozgina yuragim shunday qildi. Xo'jaka Endi kuzatib turinglar, endi Senegalga ketamiz va Senegalga borib butun Afrikaga O'zbekiston davlatini ko'rsatib beramiz. inshaalloh Xudo xolasa. Addushi sizlarni. Peace and love.